Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga qanday qilib yangi ochilgan YouTube kanallarni maksimalni tez rivojlantirishi va monetizatsiyaga olib chiqishi yo'lini o'rgataman. Iltimos videomizni oxirigacha ko'ringlar, sababi og'zaki bo'ladi, juda ham tez va tushunarli qilib tushuntirib o'taman. Qisqa video bo'ladi, lekin foydali bo'ladi, ayniqsa yangi ochilgan YouTube kanallar uchun do'stlar. Demak, birinchi o'rinda bizni qiladigan ishimiz yangi Google account ochamiz do'stlar. Yangi Google account ochamiz. Boyaga YouTube kanal emas. Esingizda bo'lsin, yangi prosta Google account, Gmail pochta ochamiz. O'sha Gmail pochtamiz orqali YouTube ga kiramiz, как гость bo'lib. Prosta YouTube ga kirgandan keyin kanal ochmaysizlar. Yangi ana shu akkauntimizdan YouTube ga kirib turib, faqatgina o'zingizni tanlagan, misol YouTube kanalingiz yo'nalishi qanaqa bo'lsa, aynan o'sha yo'nalishdagi videolarni poyezd qilib ko'rishni boshlaymiz. Faqatgina o'sha videolarni. Hech qanday kanalga obuna bo'lmaysizlar. Hech qanday kanalni boya videolarni tagiga, opisaniyalariga kommentariy yozmaysizlar. Hech qanday o'zbekcha poyezlarni qidirmaysizlar. Faqatgina yangi ochgan YouTube kanalingizning temasidagi mavzularni qidirib, poyezd qilib, inglizcha bo'lsa inglizcha, o'zbekcha bo'lsa o'zbekcha poyezd qilib o'sha videolarni 2 kun davomida ko'rasizlar do'stlar. 2 kun o'sha yangi profildan faqatgina o'zingizning temangiga tegishli bo'lgan videolarni poyezd qilib ko'rasizlar. 3-kundan boshlab YouTube sizlarni o'zingizga aynan o'sha boyaga yangi ochilgan Google akkauntingizdan kirgan YouTube ga eng trenddagi, eng prosmotri zo'r bo'ladigan videolarni rekomendatsiya qilishni boshlaydi. YouTube o'zi sizlarga ko'rsatadi, hozirgi momentda, danni momentda sizlar tanlagan nishenada qaysi videolar populyarni bo'layotganini ko'rsatishni boshlaydi. Shundan keyin sizlar o'sha boyaga populyarni bo'lgan, boyaga rekomendatsiyaga chiqqan videolarni ko'rasizlar. O'sha videolarga o'xshash qilib, nomini ham o'xshashroq, salgina o'xshash qilib, aynan o'shandaqa videolarni olishni boshlaysizlar do'stlar, yangi ochgan YouTube kanalingizda. Lekin eslatib o'tay do'stlar, boyagi yangi kirgan Google akkauntingizda YouTube ga undan boshqa poyezd qilmaysizlar. Faqatgina ochgan YouTube kanalingizning mavzusidagi videolarni ko'rasizlar. Undan keyin 3-kundan boshlab o'sha YouTube sizlarga eng zo'r, eng populyarni bo'lgan hozirgi vaqtdagi trenddagi videolarni rekomendatsiya qilishni boshlaydi. Sizlar o'sha rekomendatsiyadagi videolarni olasizlar, qaraysizlar. Endi bunda ham tanlash yo'li bor, qaranglar do'stlar. Masalan, sizlarga rekomendatsiyaga bir 5-10 ta videolarni chiqaradi. Shorts bo'lsa shorts, katta video bo'lsa katta video. O'sha videolarning ichidan ham yaxshilarini tanlashi bitta yo'li bor. Sizlar ko'rasizlar, qaysi videoni prosmotri katta, o'sha boya prosmotri katta bo'lgan videolarga kirsanglar, obunachisi kam yoki yangi ochilgan kanallar bo'ladi. Sizlar aynan mana shu yangi ochilgan kanallarni rekka chiqqan videolari bor-ku, yangi ochilgan kanallarni rekka chiqqan videolari. O'sha videolardan sizlar ham boyaga o'xshash qilib video snimat qilishni boshlaysizlar yoki tayyorlashni boshlaysizlar. Bu farqi yo'q. AI sohasi bo'ladimi, kulinariya bo'ladimi, ustachilik bo'ladimi, misol uchun avtotexnika bo'ladimi, любой temada do'stlar. Qaysi temada kanal ochgan bo'lsanglar, o'shanga qarab ish qilasizlar. Xullas, yangi ochilgan kanallardagi populyarni bo'lgan hozir rekka chiqayotgan videolarini o'zi YouTube rekomendatsiya qilishni boshlaydi. O'sha videolarga o'xshash videolarni snimat qilib, faqat shorts bo'lsa kunida 2 ta yoki 3 ta video qo'yasizlar. Обязательно shorts bo'lsa kanalingizda. Katta video bo'lsa har 2-3 kunda bitta video qo'yib turib, kanalni mana shunday yuritishni boshlaysizlar. Shunda ishoninglar, eng tez, eng boya katta rezultatga chiqasizlar. Chem misol uchun sababi har qanday mavzuni tanlaganingizdan keyin AI sohasi bo'lsa ham даже hozir qaysi misol uchun chiqarilgan videolar, qaysi temalar trenddaligini sizlar bilolmaysizlar. Buni bilishi bittagina yo'li hozir sizlarga o'rgatganim bo'ladi. Endi kanalni yangitdan ochib qanday qilib to'g'ri nastroyka qilishni bilmaganlar bo'ladi albatta o'rangizda. Buning uchun mana pastda bitta silka qoldirib qo'yaman. O'sha videoni ko'ringlar, salomat bo'linglar.